O'zbekiston tarixida ilk bor jahon chempionatida Timur Kapalza boshqaruvidagi futbol bo'yicha milliy terma jamoamiz tarixiy natija ko'rsatishdi. 2026-yil mundialda bizning terma jamoa ham ishtirok etadi. Hammamizning g'alabamiz, har bir o'zbek farzandining yutug'i. Yigitlarimiz yakunlangan Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda 0-0 natija qayd etib, butun O'zbekiston uzoq kutgan jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Faqat jahon chempionatiga chiqib qolmay ko'z yosh qilganmiz. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi, mana quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. Biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarda yutuq emas. Biz